Otabek Muhammadzoh Sinduji silamalsa, eshitib shunaqa xursand bo'ldim. Sizlar ham eshitdinglarmi? Xonandalar naloq to'laydi ekan, soliq to'laydi ekan. Yangi qaror chiqdi. Tim bo'li Otabek aka haddidan oshib ketdi. 30 taga yaqin insonni ish bilan ta'minlab, 15 ga yaqin sozandasi bor edi, nechtadir shofyori bor edi, nechtadir apparatura sozlaydigani bor edi, adminlari bor edi. Endi ular ishsiz qoldi. Ularga achinmanglar, shu qarorni o'ylab topganlar, soliqni o'ylab topganlar, ularni ish bilan ta'minlar ekan, ular ham mehribon insonlar ekan. Endi u qaror qaydan kelib chiqdi desanglar, xalqimiz ichida haligi parosat bilan abadiy urushib qolgan insonlar bor. Haligi palon san'atkorda aytdik, palon dollar dedi, piston san'atkorda aytdik, piston dollar dedi deb, xuddi u san'atkorni beshigini tebratib qo'ygandek gapiradi. Misol uchun o'shalar Jaloliddin Ahmadaliyev santexniklik qilib yurganda 100 dollarni berib Jaloliddin, Xudoyim senga omad beradi bir kun. Ko'tarib kelsin, to'yni mashg'ulga o'tkazib berasan, demagan. Hamdam Sobirov Rossiyada yurganda hamda "Ma 100 dollar" deb qo'ymagan. Misol uchun trenddagi xonandalar, Doston Ergash Turkiyada ittiboqlayotganda "Ma ittiboqmas, sen san'ating bor ekan" deb 100 dollar berib qo'ymagan odamlardan chiqqan fikr. Odamzodni hasad sindiradi esinglardan chiqarmanglar. Shu kambag'alni boyga intilishi, boy bilan teng bo'laman deyishi butun millat sindiradi. To'ylarimiz mana bo'lib ketdi, to'ylarimiz dabdabali bo'lib ketdi deb turib haligi to'yga taqiqlar qo'yib, taqiq qo'yish kerak emas. Inson imkoniyatidan kelib chiqib to'y qiladigan bo'lsa, hammasi cho'tki bo'ladi. Darajasidagi to'yni qilish kerak bo'ldi. Mana misol uchun men ham to'yimga Michael Jacksonni olib kelishni xohlaganman. Afsuski o'tib qoldi. Tirik bo'lganda pulim yetmasdi ekan. Sog'liq emas, kerak bo'lsa qo'chqar, kerak bo'lsa xunojin sotib tashlaylik. Kerak bo'lsa kiloga sotib yuboringlar o'sha haligi faxshni targ'ib qilayotgan san'atkorlarda haligi qo'lingga qo'lim tegsa jullarim tikka bo'ladi, lablaringni o'psam kangoningni keladi deb bema'ni qo'shiq aytayotganlarga taqiq qo'yib tashlaylar, zapret qo'yib tashlaylar, biz rozimiz. Lekin xalqimizga ma'naviyat ulashayotgan xonandalarga soliq solishinglar noto'g'ri-da. Masalan, Otabek Muhammadzoh, men hech kimim bo'lmaydi, xolam o'g'li ham bo'lmaydi, yo amakim o'g'li ham bo'lmaydi, lekin muxlisman. Shu insonni Yolg'izning yori Xudo degan qo'shig'ini eshitib, ma'nosini chaqqanim uchun shu yoshimgacha faxshga yurmaganman, qimor o'ynamaganman, iploslik qilib o'g'irlik qilmaganman. Tushkunlikka tushgan paytlarim o'sha qo'shiqni eshitsam, motivatsiya bo'lib ketganman. Qaro kunlar ham o'tar, omad yana yuz tutar, bahor kelsa qish ketar, barvaqt bo'lmagin ado yolg'izning yori Xudo degan joylari bor. Zinashni men barvaqt o'zim ado qilmashim kerak degan fikrda shu kungacha kelganman. Hali ham misol uchun yomon yo'lga yurganim yo'q. Mana jumladan Botir Qodirov qo'shig'i, Musofir degan qo'shig'i, qoshing qora, ko'zlaring qora, yulduzisan, qaysi osmonni eslolmasang, o'zim eslatay bolasisan, O'zbekistonni deb boshlangan qo'shig'ini eshitgan vatan xoini ham tuyg'u, vatan tuyg'usi urib to'g'ri yo'lga qaytganlarni ham guvohi bo'lgan kerak bo'lsa. Ustoz Xurshid Rasulov olma pishib og'zingga tushmas, odam ini buzilgan xushmas, uyga quruq qaytmasin erkak deganini eshitgan erkak o'rnidan turib harakat qiladi. Olma pishib og'zimga tushmaydigan, men harakat qilishim kerak ekan deb. Ko'ryapsizlarmi? Qancha xonandalarimiz xalqqa ma'naviyat yetkazib beradi. Meni собственный shaxsiy bir o'zgartira olmaydigan fikrim, shunaqa ma'naviyat yetkazib berayotgan xonandalarga soliq solishinglar noto'g'ri degan qarordaman. Chunki ustoz Ozodbek Nazarbekov Ahmadovich aytdi-yu yaqinda, yo'lda asfal qilgandan ko'ra ma'naviyat ulashgan sal bizga bugungi kunda zarurroq narsa deb. Xalqimizga bular ma'naviyat ulashadi. Agar sizlar soliq solib qo'yadigan bo'lsanglar, madaniyat vaziriga qarshi chiqqanga o'xshab tuyulib qolyapsizlar, yana bilmadim. Bu videoni tanigan, libo yoqtirgan san'atkorlarga jo'natib yuborlarchi. Fikrim to'g'ri bo'lsa like bosadi, fikrim noto'g'ri bo'lsa kommentariyada negativ yozadi. Men hammasiga tayyorman.